Samarqand viloyati Pazdarg'om tumani Ilm mahallasi 1979-yil 99-maktab V sinf 30 yillik bitiruv oqshomiga diydor shirin uchrashuviga xush kelibsizlar. Yoshlar o'rni baribir boshqa. Hech kim ular o'rnini bosa olmaydi, hech qachon. Maktab 10 yil bo'ladimi, 20 yil bo'ladimi bitirib ketganiga hech kim bilmagan narsalarni biladi. Mani familiyam nima edi deb so'rasa, sizni familiyangizni aytadi. Boshqa sinfdoshlar familiyasini aytadi. Ne только familiya, balkim bizning hech narsamiz yo'qligida ular bo'lgan. Bir bahor bo'lganda beqaror edi, dilga ish qo'nganda beg'ubor edi. Bir go'zal kulgan. Mana bugun 30 yilligimiz bo'lyapti. Biz 40 yillikda, 50 yillik, 60 yillikda mana shunday jamil-jam bo'lib turib hammamiz birgalikda yig'ilib shu 60 yillarni nishonlash nasib qilsin hammamizga. Hammaning ishiga baraka. Sog' salomatlik hammaga. Jiydazor poyoni hech ko'rinmasdi, tonggacha kezardi ayrilmasdi. Bizlarga baxtlar qushlar tinmasdi. Vali 18 yoshimda edi. Vali 18 yoshimda edi. Ko'ylagi oq edi, beg'ubor edi. Meni maftun etgan bir ifor edi. 17 yosh qizning hidi bor edi. Vali 18 yoshimda edi. Yaşımdaydı.